Salom hammaga. Bugungi videoda siz Apple MacBook Neo haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Xabaringlar bor, 4-mart kuni Apple o'z mahsulotlarini New York, London hamda Shanxay shaharlarida taqdim etdi. O'ylaymanki, juda ham kutilgan mahsulot bu MacBook Neo bo'ldi. Shu maqsadda men Myunxen shahridagi Apple markaziga tashrif buyurdim. U yerda o'sha MacBook mahsulotlarini test qilib ko'rdim, videoga oldim, sizlar bilan bularni bo'lishmoqchiman. Yangi MacBook Neo bu Apple kompaniyasining arzonroq notebook modeli hisoblanadi. Unda eski MacBooklardan farq qiladigan bir nechta yangi funksiyalar mavjud. Asosiy funksiyalarga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu MacBook Neoda Apple A18 Pro chipi mavjudligi. Bu iPhone chipi bilan ishlaydigan birinchi MacBook hisoblanadi o'rtoqlar. Va bunda 6 yadroli CPU, 5 yadroli GPU, 16 yadroli Neural Engine mavjud. Bu degani sun'iy intellekt vazifalarini juda ham tez bajaradi va kompyuter juda ham tez ishlaydi degani. Boshqa eski modellarga nisbatan. ChatGPT, Canva ilovalari deymizmi, o'sha MacBook Neoda yaxshi ishlab boradi. Bundan tashqari, keyingi funksiyaga keladigan bo'lsak, Apple Intelligence mavjudligi va Apple Intelligence ushbu Neoda yaxshi rivojlantirilganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda biz o'sha matn yozishda yordam yoki avtomatik tarjimalarni hamda rasmlarni sun'iy intellekt yordamida tahrirlash yoki ularni ishlash funksiyalarini juda ham tez bajara olamiz. Neo batareyalari 16 soatgacha ishlaydi. Bunda biz video ko'rishimiz mumkin yoki kundalik ishlarimizni amalga oshirib olishimiz mumkin. Bunda bizga batareya juda ham uzoq muddatga xizmat qilib beradi. Ya'ni biz bir marta quvvatlab olsak, bu bir necha kunga yetishi mumkin. Neo MacBookning ranglariga to'xtaladigan bo'lsak, 4 xil rang mavjud. Birinchi rangi bu kumush rangi, ikkinchi rangi bu blush, ya'ni o'sha ochiq pushti deymizmi? Uchinchi rangi bu juda ham ommabop bo'lib borayotgan sitrus rangi, ya'ni sariq hamda yashil ranglarning birlashmasi va to'rtinchi rang bu indigo rangi hisoblanadi. Umumiy korpusga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, korpus o'sha alyumindan tayyorlangan, ya'ni 60% chiqindiga chiqib ketayotgan alyumindan tayyorlangan. Bu narsani men juda ham yaxshi deb topdim, baholadim. Chunki Apple bu yerda o'zini o'sha atrof muhitga bo'lgan hurmatini yana bir marta ko'rsatib bergan. Ekrani esa 13 dyuymli Liquid Retina ekrandan iborat. O'lchamiga to'xtaladigan bo'lsak, taxminan 30 cm ga 20 cm ni tashkil qiladi va 500 nitsgacha bo'lgan yorug'lik bilan ta'minlaydi. Bundan tashqari 1 milliardgacha bo'lgan ranglarni qo'llab-quvvatlaydi. Va bu yerda keyboard va trackpad, ya'ni klaviatura va mishkada men unaqa katta yangilik sezmadim. Touch ID ham mavjud, o'sha barmoqlaringiz bilan ochiladi. Lekin ikkala versiyada ham yo'q. Birinchi versiyada, o'sha arzonroq versiyasida Touch ID mavjud emas, qimmatroq versiyasida Touch ID mavjud. Keyingi funksiyasiga keladigan bo'lsak, o'sha kamerasi 1080 pikselni tashkil qiladi. Bunda siz bemalol o'sha toolslar orqali, ilovalar orqali yoki bo'lmasa o'sha FaceTime orqali gaplashsanglar bo'ladi. Ancha tiniq kameraga ega. Va keyingi funksiyasi o'sha kolonkalariga to'xtalib o'tamiz hozir. Bu yerda o'sha Dolby Atmos audio karnaylari mavjud. Bu degani ancha sound effektlarini ham his qilasiz degani. Va ushbu MacBookni portlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda ikkita USB-C porti mavjud, ya'ni birinchisini biz quvvatlash uchun ishlatadigan bo'lsak, ikkinchisini bir vaqtning o'zida o'zimizning iPhone'imiz bilan bog'lab turib, qandaydir datalarni, o'sha hujjatlarni MacBookga o'tkazishda yoki MacBookdan iPhone'ga o'tkazishda yordam beradi. Va meni juda ham e'tiborimni tortgan narsa bu yerda, to'g'risini aytsam, quloqchin uchun port bo'ldi. Biz hozirgi zamonda o'sha Bluetoothli quloqchinlardan foydalanamiz. Nima uchun Apple bu yerda quloqchinlar uchun port yaratdi deb o'ylaysiz? Ya'ni kabelli quloqchinlar uchun. Fikrlaringizni bemalol kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Va eng muhimi narxlar haqida va xotiralar haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yerda ikkita modelni siz topasiz. 256 gigabaytligi $599 dan boshlanadi. Bu yerda Touch ID yo'q.
Siz 512 gigabaytligini oladigan bo'lsangiz, bu yerda Touch ID mavjud va bu model $699 dan boshlanadi. MacBook Neo hozirda eng arzon MacBooklardan biri hisoblanadi, lekin o'sha qimmat MacBooklarga qaraganda nimalar mavjud emas. Masalan, MagSafe zaryad porti yo'q, Thunderbolt porti yo'q. Undan tashqari o'sha tezkor xotira RAM deymiz, 8 gigabaytga ega, bundan kattarog'i mavjud emas. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, MacBook Neo bu talabalar yoki o'sha ofis ishlari va kundalik foydalanish uchun mo'ljallangan arzon MacBook hisoblanadi, lekin juda og'ir ishlar, masalan, professional video montaj yoki qanaqadir rasmlarni qayta ishlash uchun unchalik mos kelmaydi. Bizda esa hozircha shu ma'lumotlar do'stlar. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarda qoldirishingiz mumkin. Podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yish, ya'ni obuna tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.